Uyizlab yurgan do'stlarim, assalomu alaykum. Omonsilarmi? Alsat kechi kanalimizdan uyizlab yurgan do'stlarim, dag'i bir sonini uyiz sotiqqa chiqib qoldi do'stlar. Biz hozir Qirg'iziston O'sh shahri Kalelin kolxozida. Hozir shashilmay tursangiz, videoda yaqinda sizlarga общий adresini tushuntirib beraman do'stlar. Bizda 5,5 sotilik, 5 ta komnatasi bilan eng zo'r joyini aytaymi? 3 ta dushovoy bilan do'stlar va 5 xonaga 3 ta dushovoy. 2 ta 3 ta oila bemalol yashasa bo'laveradigan dushlarga boy shunaqa bir zo'r uyimiz bugun sotib o'tdik do'stlar. Biz hozir Qirg'iziston O'shlar aytib o'tdim, Kalelin kolxozida baringlar bilgan o'sha 15 ta kanechkasi, 15 ta kanechkasi bu jog'i Bobolashgardan eski mahallasidan do'stlar. Bu jog'i o'sha mahalla, bu joqdan kelsalar bo'ladi. Shunda qo'ni qo'shnilar bilan maza qilib yashayib turgan ushbu uyimiz bugun sotdiqda. Lokatsiya bo'yicha Arzu ko'chasi 77 deb yozsangiz do'stlar, shu yerga kelib qolasan. Bu yerda Qumshoqda remontdan chiqqan. Bu yoqda 5,5 sotilik dokumentlar toza, qizil kitoblar bor. Ushbu uyimiz bugun sotdiqda. Bonuslari bor do'stlar. Bir mashina, ikki mashina shag'allari ham sizlarga. Bu yerda hovli tomonimiz o'zingizlarni didinglarga qarab, naves, paves, yozgi, qishki oshxonalarni qurib olsanglar bo'ladi. Bu tomonda tayyor yashashga juda ham yaroqli bo'lgan. Xudo xolasa 5 ta xonasini zo'r qilib solib qo'ygan ushbu mana qator uylarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda uzumga valishlarimizni ham qilib qo'ygan ekan, temirdan moshni qilib suvlar chiqadi xudo xolasa. Lekin menimcha gaz kelmagan bo'lsa kerak, svetlari bor. Xullas yashayman deganlarga yaxshi variant. Bu yerda akva terazalar solib qo'ygan do'stlar. Qani bismillah deb uyda ishlayman. Men bir sizlar tanishib o'tadi do'stlar. Boshni aytayin do'stlar, bosi срочный boda chiqdi. O'zini qaraganda yaxshi bo'lsa kerak, qarag'lar. 98 ming dollar do'stlar, 98 ming dollar dag'i kemi bor do'stlar. Hozir esim nomerlarini aytam. Dag'i suylashib olsangiz bu kirganimizda bir terazalik shunaqa so'rilgan xonamiz, remontlari yaxshi. Mana alyumin boshqa romlarni, eshiklarni zo'r solib qo'ygan. Kirganimizda ko'chaga qaragan bitta razmeri katta bo'lgan bir mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Qaysidir qo'ling nima bo'lganlar, haligi mana qilib sindirib kelishdi. Aynetlarni bir qator buni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bu yerda zamon bor, shunaqa bir chiroyli remontdan chiqqan bir mehmonxonamiz. Bu yerdan chiqamiz akalar. Bu yerda bitta xo'jalik yashasa, o'zini mehmonxona, spalni xonasi bilan bu yerda koridorlari, dushovoylari bor. Uyimizda 3 ta dushovoy bor, 3 ta. Yotoqxona yetmay qolishi mumkin, lekin dushovoy yetmay qolmaydi. Xudosi maza qilib cho'milib yashayman deganlarga bu tomonda bir отдельный razmerda qarang. Juda ham katta bo'lgan bir cho'milish xonasi bu yerda. Hojatxona отдельный ekan, vaqti ekan ko'rasizlar. Juda ham zo'r. Bu tomondan chiqib, endi nari tomondagi uylarga ham o'tamiz qani. Yuradi. Bu tomondan chiqamiz. Endi sizlarga tayyorlab qo'ygan, tushib ketmaydi. Yana bir xonalarimiz bor ekan. Qani bismillah deb bu yerda aynakka boy bo'lgan bir terazali koridorimiz, kichkinagina o'zini so'risi bor ekan. Bu yerda ikkita xo'jalik oila bemalol yashasa bo'ladigan holat bor ekan. Bu yerda remontlarini endi bu tomonniki zo'r emas ekan. Bir qator restavratsiya qilib, bo'ylarini yopishtirib, nima qilsanglar bo'ladi. Razmeri katta, bo'ylari ham baland, o'zimizni moshni qilib pechkalardan ham solib qo'ygan ekan. Yuravering. Bu yerdan chiqqanimizda bu yerda отдельный bitta spalni xona, pechkani orqasi bu tomonda o'zini Alloh alam shunaqa cho'milish xonasi, hojatxonasi mana ko'ryapsiz. Unda domlargilarga отдельный bo'lib, juda bir did bilan qilgan. Bu tomonda hojatxona, yengil ko'rsatib qo'yman. Bu tomonda shu yerdan ko'rsatib qo'ygan отдельный remontlari bor, cho'milish xonasi. Yana bir yuvib tozalab qarab yashasizlar bo'laveradi. Mana tayyor remontdagi uylarimiz. Mana kelavering. Bu yerda yana bir kichkina koridorcha, bu sklad bo'lsa kerak, bilmayman shu yerda. Buni отдельный, mana hojatxonasi отдельный va dushovoy отдельный bo'lib joylashgan. Ammo mashinalari juda ham yoqdi, zo'r ekan. Juda ham zo'r. Puli meni ko'rsating. 98 ming dollar do'stlar, 98 ming dollar dag'i kichkina savdolar, shu yo'llar bor. Buyursa dokumentlari yaxshi, bir qator kelib yana zo'r olib yashasanglar bo'ladi. Hammamiz ham shunaqa tayyorgina, zo'rgina uylarda olib yashashni nasib qilsin. Endi sizlarga tashqariga chiqamiz, alentirlarda bir qatorini ko'rsatib qo'yaylik. Telefon nomerlarini shu yerda o'zida yozib olsanglar bo'ladi. 0755 37 88 88 0755 37 88 88 do'stlar, ushbu nomerlarga kengina qayrilsangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan sirtqa chiqaylik, o'sha yerda xayrlashamiz. Qani ketdi. Akalar, Kalelin kolxozida To'r ko'chasida hammanglar bilgan To'r ko'cha nomidagi magazinni bilasizlar. Shunga naprotiv joylashgan. Ushbu ko'chaga kirib kirib boraverasizlar. Bu tomonda 15 ta kanechkasini hammanglar bilasizlar. Ya'ni
15'te kanechkasini oldiga borsanglar bitta bayna bor bilasizlar, attesidan chiqib oldi. Baynani oldidagi chap qo'lga ushbu Orzu ko'chasi 77. Ya'ni rakasi bo'yicha Orzu 77. Orzu ko'chasiga bursizlar, bu yerda hamma shunaqa deb bilar ekan. Bobo Lashkarning eski mahallasi. Shu yerda sizlarga aytib o'tgan uyimizga kelib qolasizlar. Yana tushunmay qolsanglar, telefon nomerlarini aytdim, ushbu nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa bemalol topishib kelsanglar bo'ladi. Yaxshi joylar, tinch joylar, yashayman deganlarga zo'r, xudo xolasa hammamizga ham shunaqa yaxshi uylarda olib yashashni nasib qilsin. Alsat KG kanalimizdan yana sizning xizmatingizda.